Men qaytdim. Reyn, bu nima? Graf Crowdermi? Ha, meni bobomni qoni bilan. Lekin aslida men uchun begona. Reyn, sen zodagonmisan? Men nikohsiz bo'laman. Onam graf o'g'lini chaqalog'iga homilador bo'lganida grafni xonadonidan haydalgan edi. Keyin u vabo qurboni bo'ldi. Men bir qarindoshimni aloqalar orqali Sehrgarlar akademiyasiga kirdim va sarguzashtchiga aylandim. Lekin bu xat menga hozir kelishini kutmagan edim. Uni ko'rsam bo'ladimi? Yo'q. Lekin uni ko'r. Sen bilan nima qilish kerakligiga qaror qilindi. Salmutariyaning ikkinchi shahzodasi Oliy hazratlari Mastoma bizga seni qo'lingni so'rash sharafini ravo ko'rdi. Bu nimasi? Sen bizga hech qachon foyda keltirmagansan va endi sen Crowder oilasiga foydali bo'lish vaqting keldi. Sen qo'pol, ehtiyotsiz sarguzashtchi sifatida ishlashni to'xtatasan va darhol uyga qaytasan. Bu yana nimasi bo'ldi? Men nima qilaman? Men buni xohlamayman. Reyn, qo'y, buni shunchaki e'tiborsiz qoldira olmaymizmi? Buni tinglashing umuman shart emas. Aytmoqchimanki, uni biror joyda seni isming ham yo'q axir. Buni adashib jo'natishgan. Yaxshi, biz aynan shunday qilamiz. Biz guruh sifatida bir ish bilan shug'ullanayotganimizda qandaydir hazil yoki xato bo'lgan xatni oldik va men uni baxtsiz tasodifga ko'ra yo'qotib qo'ydim. Axir, sarguzashtchilar qo'pol va ehtiyotsiz bo'lishadi. Bu o'zgarmaydi, to'g'rimi? Maylimi? Yo'q. Xatmi? Qanaqa xat? Men hech qanday xat ko'rmadim. Ha, men ham. Graf yana yo'limizdan chiqmasligiga ishonch hosil qilish uchun yanada ishonchli reja tuzamiz. Ne? Mamardan Graf Crowder va Salmutariyaning ikkinchi shahzodasi haqida ma'lumot olishingni so'rasam bo'ladimi? Nima, Mamardanmi? Agarda Reyn graf xonadonini qizi ekanligiga qandaydir dalil bo'lsa, hammasini yo'q qilsin. Lekin nima uchun? Mamar shunchaki qabulxonachi axir. Buni bilasan axir. Qanchalik ko'p ishlasang, shunchalik tanishlar orttirasan. Ishonchim komil, bu qimmatga tushadi. Men unga juda chiroyli suvenirlar olib boraman. Ha, tushunarli. Hammasi Reynga yordam berish uchun. Rahmat, buni qadrlayman. Men esa Manellani ko'rgani boraman. Ikkalangiz keyingi zindon hujumimizga tayyorgarlik ko'rasiz. Xo'p bo'ladi. Buni bizga ishonaver. Reyn, sen men bilan borasan. Yaxshi. Xo'y, Reyn, men aql bovar qilmaydigan darajada ehtiyotsiz narsani sinab ko'rmoqchiman. Agar buni qabul qilishni xohlamasang, ayt. Ehtiyotsizmi? Kel turmush quramiz.